Mening murojaatim tepadagi mutasaddi tashkilotlarga, xullas bizning qishlog'imizdagi eng baland minoraga eshigiga kimdir kod o'rnatib ketdi. Ocholmayapmiz. Iltimos ochib beringlar. Ushbu videoni do'stlaringizga ham ulashing. Like bosishni unutmang. Mana bo'lib qoldi va tayyor. Endi buni YouTube yuklaymiz. Endi yangilik ko'ramiz pichchi. Yangiliklarga nima yangiliklar bor ekan? Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana yangiliklarning yangiligini aytib turuvchi Yangiboy va Eskiboyevich. Qarochi, sizlarga asosiy yangiliklarimizni birini aytib o'tamiz. Qishloqda davlat idorasi hisoblangan bino, ya'ni minora qamalib qoldi. Uni kim ocholsa ochsin kelib, ochganga pul beramiz. Qarochi, davay. Qanaqa minora qulflanib qoldi ekan? Menimcha mana bu binoni aytayotgan bo'lsa kerak. Qanday qulflanib qoladi? Buni ishda o'zi hech kim yashamaydi-ku. Qanaqasi qulflanib qolaman tushunmayapman. Mayli hozir borib ko'raman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Joha va sizlar meni yangi videoyimdasiz. Albatta, videoni oxirigacha ko'rib kanalga obuna bo'lishni maslahat beraman, chunki bu men uchun juda ham muhim. Sizlar uchun esa juda ham oson ish. Xo'sh, birinchi o'rinda eshikka borib ko'ramiz. Keyin esa janob merga ham aytib ko'rish kerak. Men janob merni o'zi bilsa kerak. Bu yerda eshik bunaqa qo'yib qo'yganini qanaqadir rostdan ham ochilmayotgan narsa qo'yib, qanaqadir kod teradigan joy qo'yib ketishgan. Buni kodi nechi ekan? Tak 0000 4 ta 0 xato. 4 ta 7 mikan? 1 2 3 4 ta xato. Nima 0707 mikan? Xato? 70 mikan? What the? Xato deyapti. Nima 7 bilan 0 dan boshqa raqam yo'qmi? Misol uchun 4 ta 1. Xato. Umr mikan-a? Umr ham xato. Bunda kod qanaqa kod ekan-a? Kim kod nima deyapman? Kod qo'yib ketdi ekan-a? Yo atpechatga qo'yib ketgan bo'lsa, yo Face ID qo'yib ketgan bo'lsa, shunday qarasam ochilib ketsa, yo unaqangi narsa qo'yilmagan bu yerga. Nima bo'ldi ekan-a? Tushunmadim. Men umuman aqlim yetmayapti. Mayli hozir janob merga aytib ko'ramiz. Balki janob mer kodini bilar, balki janob merni o'zi qo'yib ketgandir. Yo, o'ziga qo'ymasa kerak. Qochibdir. Chekkaroqda o'ynash, xo'pmi? Assalomu alaykum janob mer. Va alaykum. Joha, qalaysan? Ishlar yaxshimi, tinchmi hammasi? Ha, bo'ladi. O'zingiz ham yaxshimisiz? Ha, rahmat. Nima gap? Nima problema? Problemani kattasi bor. Ana u bino bor-ku, minora. O'shani eshigiga kimdir kodli qulf qo'yib ketgan. O'shani hech kim ocholmayapti. Ha, uni men ham ko'rdim. Men ham ocholmadim. Nima qilamiz endi? Buzib tashlash kerakmi? Buzib ham bo'lmayapti-da. Nima qilish kerak? Janob mer agar qishloqlar u yerga kira olmasa, keyin ishlarni qila olishmaydi-ku. Ha, to'g'ri aytasan. Endi uni ochish seni problemang. Sen ochasan, tushundingmi? Men kodini qanday topaman uni? Bilmadim, xullas izlanib ko'r. Mayli, hozir izlanib ko'raman. Xo'sh, qanday topsam bo'ladi buni parolni? Men o'zim ham tushunmayapman, aqlim yetmayapti. Bu o'zi bitta raqam topish uchun qaranglar, agar men buni kombinatorikaga soladigan bo'lsam, matematikaga birinchi yozamiz 9 ko'paytirilgan 9 ko'paytirilgan 9. 4 ta 9 ni ko'paytirsak necha chiqadi bilasizmi? Shuncha marta urinsam ochiladi-da bu. U 263 9 ga ko'paytirsalar necha bo'lib ketadi bilasizmi? Shuncha-da. Yo 263 emas, 283 ekan. Qanaqa kod yozib ko'rsak bo'ladi bu yerga? Tak 1 2 3 4 mikana? Yo'q, xato. Necha ochadi buni men? Buzib bo'lmayapti. Qanaqasiga balki qishloqlar bilar, qishloqlardan birortasini so'rab ko'rish kerak. Oy qishloqqa, qalaysan? Assalomu alaykum Joha. Va alaykum assalom. Qara, mana u binoni eshigidagi qulfni kodini bilmaysanmi? Yo'q, bilmayman. Qayerdan bilsak bo'lar, qochib ketdik. Mayli, qarochi, mana bitta reja bor. JTlar hammasidan bitta kod so'rab chiqsam, hammasi aytadi, keyin o'sha kodlarni terib chiqaman. Menga qaranglar, sizlar bittadan kod aytinglar, ana u eshikka kod terib ko'raylik. 4 ta 8. Sandachi? 0888. Brat sizga necha? 0888888. Tentak o'zi 4 ta raqam tersa bo'ladi. Qandaysiga 0888888 bo'ladi? Unda 8880. Hamma 8 ga o'pishib bo'lgansan, nima? 8 sanadi. Birorta ishingni problema hal qilib berganmi? Xo'sh, hozir terib ko'ramiz, mayli. Ochilsa, ochilmasa farqi yo'q. Endi JTlarni aytgan raqamni ham teraylik. Tak, birinchisi 1 2 3 4 8 dedi. Xato. 0888 dedi. Xato. 8880 dedi. Bu ham xato. Yo'q. Qanaqasi bunaqasi ketmaydi.
yana bir ikkita jetellardan so'rab ko'rish kerak. Balki bular menga qara, sen bitta kod aytgin-da menga. Kodmi? 1001. Aha, bo'pti. Sen ham bitta kod ayt menga. Kodmi? 1432. Aha, bo'pti. Hozir ikkalangni ham kodini terib ko'raman. Birinchisi 1001 dedi, keyingisi 1432 dedi bir yoq oxirida. Tak 1001 xato, 1432 xato. Yo'q, bularni ham aytgan xato. Balki mana bu qishloqdagilar bilar. Bular chunki zamonaviy qishloqda yashaydi-ku axir. Bular seyf ishlatib ko'rgan bo'lishi mumkin, mana shunaqangi qulf ishlatib ko'rgan bo'lishi mumkin. Bu qishloqimiz yangi qurildi, bilasizlarmi, bilmaysizlarmi bilmayman. Voy, Jetel, qalaysan, yaxshimisan? Yaxshi, o'zingiz ham yaxshimisiz, Jo'xabrat? Bo'ladi. Короче, mana bizning qishlog'imizdagi binoga kimdir qulf qo'yib ketibdi, kodli. O'shani kodini terib ochishga harakat qilyapman, lekin ana tugab qoldi. Nima edi? Taxminlar tugab qoldi. Biroq kod taxmin aytchi. Kodmi? Tak 1890. 1890 mi? Ha, xuddi shunaqa. Mayli, sen ham bitta aytchi. Men aytsam 1246. Bo'pti. Mayli, ikkalalaringni aytganlaringni ham terib ko'raydi. Birinchisi 1890 dedi, ikkinchisi 1246 dedi. Menimcha ikkalasi ham ochmasa kerak, chunki juda qiyin ochib. Tushunmayapman bunga mana qayerdan olib kelib qo'ygan buni, jeter olib kelib qo'ygan, boshqa olib kelib qo'yganmi? Bilmam, 46 xato, 1890 xato. Qanday topsak bo'ladi? 1 2 3 4 yozdim. 4 3 2 1 yozsak, 4 3 2 1. Ko'pincha mana shunaqa parol qo'yiladi. 3 2 1 4 qilsakchi. Bu ham xato. 2 1 3 4 qilsakchi. Bu ham xato. Tak, ne chiqsa bo'ladi? 1 2 4 3 qilsakchi. Ochdim. Ochdim. Qanday nech terdim? What the ismi chiqdi-ku. Hozir nech terdim? Obbo, menimcha 1 3 2 4 shunaqa. Yo'q, esime chiqdi-ku. Qanday ochaman endi? Tepaga chiqib aytay hozir. Cho'qray jetellarni. Kimdir bormi? Voy, jetellar, menga qara. Birortang eshityapsanmi meni? Eshitmayapti shekilli. Voy, jetellar. Allo. Eshitmayapti hammasi. Necha edi? Qanaqa ochdim? Ismdan ham chiqib ketadimi? O'sha telefonim bor-ku, rasmga tushirib olsam bo'lmasmidi o'sha 4 ta kodni? Necha tergandim? 1 2 4 3 midi, shunaqamidi? Mana shunaqa ekan-da, ochdim, bo'ldi. 1 2 4 3 bo'ldi. Всё. Endi bo'lib janob merga aytamiz. Endi jetellar bemalol kirib ishini davom ettirsa bo'ladi. Lekin u eshikni olib tashlash kerak menimcha, lekin sindirishni bilmayman qanday sindiriladi. Janob mer, men parolni ochdim. Yaxshi qilibsan, lekin sen yomon ko'p metroda tug'ilganingni isbotlayverasan-da. Kechirasiz, eshityapman. Xo'sh, parol necha ekan? 1 2 4 3 ekan. Nimaga bunaqa kod qo'yishga hayronman. Men ham hayronman, lekin bir marta ochib ichkariga qolib ketib esimdan chiqib ketgan ekan. Keyin yana esladimda qaytib chiqib ochdim. Yaxshi. Bo'pti, unda borsa ishlarini ko'raver. Men jetellarga aytaman, parol to'g'ri terib kirib ishlashadi. Mayli, bratan, sog' bo'ling. Tak, endi men o'zimning shaxsiy ishlarimga keladigan bo'lsam, polizda ishlashim kerak. Faqat polizda ishlarim bor, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa ishim yo'q. Polizlarni hal qilsam, bu yerdagi polizlarni ham hal qilsam, ikkita polizim bor. Yana qanaqa ishlarni qilsam bo'ladi? Qishloqlar bilan bugun aytgancha PUBG o'ynamoqchi edik-ku. Esimdan chiqib ketibdi, qaranglar. Mayli, hozir PUBG o'ynaymiz. Avval polizimdagi narsalarni yig'ishtirib olsam, keyin PUBG ni bostiramiz. Hamma qishloqlarni PUBG da yengganman. Endi ular o'ynashni bilmaydi to'g'risi unchalik. Atak Minecraftda PvP qoqishda meni yengadi, lekin ular, chunki ularning o'zi Minecraftning ichida-ku. Ular Minecraft ichida bo'lgani uchun ham Minecraft PvP'sini dahshat tushunadi. Qo'yil qolaman, lekin menga o'rgatinglar desam, yo'q deydi. Sen PUBG ni o'rgatmayapsan deydi. O'rgat desam, yo'q, baribir o'rgatmayapsan, o'rgatmayman deydi. O'rgat desam, yo'q deydi. Shunga o'rgatmayapti, hayronman. Mayli, men ham PUBG ni o'rgatmayman unda. Hozir chempionat o'tkazamiz, lekin men ularni to'chni yengaman. Qanaqadir shartdan o'ynasak, shart bajarishdan ularga qanaqa shart berishni o'ylashim kerak. Doim o'z shunaqa o'ynaymiz. Ba'zida yutqazgan adjumaniya tashlash yoki qizga gapirish, qanaqadir qiz bolaga yoki janob merni so'kish, shunaqangi g'alati shartlar beramiz bir-birimizga. Rostdan g'alati-ya, qaranglar. Mayli. Nayloch, jetellar bu gal qiynayman battar, zo'r shartlardan beraman.
Stop. Bu hosilni kim yig'ishtirib oldi? Men tushunmadim. Men endi keldim-ku. Ha, mayli kimdir tegingan shekilli, e'tibor qaratishni keragi yo'q. Bu tomonga ham xuddi shunaqa somon ekamiz, ya'ni bug'doy. Bug'doy olamiz-da berdim. Tak bo'ldi. Ana endi narsalarni borib shuni qo'yaman-da, ana endi jetellarni yoniga boraman-da o'ynashni boshlaymiz. Menimcha ular yo telefonda o'ynaydi, yo kompyuterda, lekin men kompyuterda o'ynashni yaxshi ko'raman. Polizimdagi narsalarni berga qo'ygan ekanman, avvalgilarini, yangilarni tepaga qo'yib qo'ydim. Soliq aytgancha soliq esdan chiqibdi-ku. To'xtanglar, soliq to'lash kerak. Soliq to'lash kerak. Bugungi soliqni bugungi qanaqa bugungi soliq? Bugungi hosilda yarmi bizda bir kunlik solig'imiz bo'ladi. Tak, okey. Okey va okey, hammasi chotki. Xo'sh, hozir olib borib beramiz janob merga. Obbo, kech tushdi-ku, qanday o'ynaymiz jetallar bilan? Mayli, kech bo'lsa ham iloj yo'q. O'yinni yo'q-ku, o'sha joyda o'ynaymiz. Janob mer. Janob mer, soliqlarni olib kelish esimdan chiqqan ekan. Sen tentak bo'lib qolganmisan? Nimaga? Bugun soliq to'lamaysan-ku, garang 3 kunda bir to'lanadi. Yo, esimdan chiqibdi-ku. Ha, eslash kerak o'sha uchun. Bo'pti, mayli, janob mer, uzr kechirasiz. Nimaga uzr so'rayapman? O'zim qilgan tentakligim uchun. Ha, mayli, nima ham derdim. Bugun PUBG men shekilli qishloqlar bilan o'ynamayman. Yaxshisi shuni hosillar olib borib joyiga qo'yaman, uxlab olaman. Bugun juda charchadim. Parol izlash bilan. Muhimi ochildi-ku, ana nima edi? Safemi, kodmi, parolmi nimadir. O'sha narsa. Yaxshisi o'zim notebookimda Minecraft o'ynaganim yaxshi.